2026 yilgi Chevrolet Corvette E-Ray modeli Chevrolet kanali uchun sport avtomobil texnologiyasining yangi bosqichini namoyish etadi. Ushbu model afsonaviy Corvette dizaynini zamonaviy gibrid texnologiya bilan birlashtirib, yuqori tezlik, samaradorlik va kundalik haydash qulayligini taklif qiladi. Old qismidagi agressiv chiziqlar, keng panjara va aerodinamik elementlar avtomobilga kuchli ko'rinish beradi. Yon tomondagi mushakli shakl esa uning sport xarakterini ta'kidlaydi. Orqa qismidagi LED chiroqlar va faol aerodinamik spoiler tezlikda barqarorlikni oshirishga xizmat qiladi. Salon ichida premium materiallar, sport o'rindiqlari va haydovchiga yo'naltirilgan boshqaruv paneli joylashgan bo'lib, raqamli displeylar barcha muhim ma'lumotlarni aniq ko'rsatadi. 2026 Corvette E-Ray gibrid tizimi 6,2 litrli va 8 benzin dvigateli va old gildiraklarni harakatga keltiruvchi elektr motor kombinatsiyasidan iborat. Ushbu tizim umumiy quvvatni sezilarli darajada oshirib, tezlanishni yanada silliq va kuchli qiladi. Toliq gildirakdan tortish tizimi tufayli avtomobil turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Elektr rejimida qisqa masofalarni jim va ekologik toza tarzda bosib o'tish imkoniyati mavjud bo'lib, bu shahar sharoitida juda qulay. Batareya energiyani tez tiklash tizimi bilan jihozlangan, tormozlanish vaqtida energiya qayta yigiladi. Shassi va osma tizimi sportga moslab sozlangan bo'lib, yuqori tezlikda ham aniq boshqaruvni kafolatlaydi. Haydash rejimlari turli ehtiyojlarga mos keladi, kundalik foydalanishdan tortib trekda haydashgacha. Xavfsizlik tizimlariga zamonaviy yordamchi funksiyalar, adaptiv kruz nazorati va barqarorlikni boshqarish tizimi kiradi. Ushbu model nafaqat tezlik ixlosmandlari, balki texnologiya va innovatsiyani qadrlaydigan haydovchilar uchun ham mos keladi. YouTube video uchun ushbu avtomobilning tashqi ko'rinishi, salon tafsilotlari, dvigatel ovozi va haydash jarayonini batafsil ko'rsatish tomoshabinlar qiziqishini oshiradi. Chev